Kartinani devorga ilish uchun maxsus ilgichlarni qanaqa qilib o'rnataman? Bu video aynan shu haqida. Undan oldin bo'lsa, kartinani orqa qismiga kartina haqida ma'lumot hamda o'z imzoyimni yozib qo'yaman. Xo'sh, ilgichlarni aynan qayerga o'rnatish kerak? Bunda lineykani olib, kartinani bo'yini 4dan 1 qismini hisoblab, aniq qilib belgilab olaman. Keyin ilgichlarni olib, отвертка orqali o'sha belgilagan joyimga joylashtirib, yaxshilab qattiq qilib o'rnatib olaman. Ikkala ilgichlarni ham. Pastga описаниеga mana shu kartina haqida ma'lumot, o'lchamlari hamda nisbatini hisoblab yozib qo'yaman. Ikkala ilgichlarni o'rnatib olganimdan keyin cho'zilib ketmaydigan, mustahkam bo'lgan ipni olib, kartinani o'lchamiga mos qilib kesib olib, ilgichlardan o'tkazib, yaxshilab boylab olaman. Shu bilan kartina devorga ilishga tappa-tayyor bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta saqlab qo'yinglar. Savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib jo'natishingiz mumkin.